$24.900 2022 9-oy trend rangdagi bejevi Kia Bongo zavodskoy propan sotiladi. Mashina o'ta ideal. Probegini eshitib hayron qolasiz. Taxmin qilib turasiz. Videoning oxirida probegini aytaman. Mana buni chinakam koreyskiy sifat desa bo'ladi. Mashina chiroyli mo'yka detailing qilingan. Umuman chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Tomida qimmat bagajlargacha bor. Mana krishkasi ochib bo'lgan holatda. Katta logotip, oldlarida bitta bir petnosi yo'q. Labolari butun, registratorlari bor, palasalarni ko'radi, avariya tormojeniyalari bor. Kumho original balonlar, donasi $110 chidamli balonlardan. Mashinaga bitta baho bering. Changligi bilinmaydi. Bu O'zbekiston iqlimi uchun juda ham bir mos rang bo'ldi. Tunkasiga alohida bir e'tibor berib qo'yasiz. Yangi tunkalar. Probegini oxirida aytaman, lekin mana bunisini eslab turasiz. Ramalari, zadnimiz, zapaskalari yerga tushmagan. O'ta go'zal holatda. Kitobida 1 tonna, O'zbekistonda 3,5 tonnaga yuqori tushadi. Parktroniklari bor, stop chiroqlari butun. Yonida sandiqlargacha bor. Kartoshka balonlar zo'r holatda. Rocket. Bu tomonlarni qarang, bir podnoshka oyoq qo'yadiganlari, Made in Korea sandiqlar. Ichi o'rtoqlar, qora salondan multimediya rul, abagrev, abdu, ruli sidi, bokovoy sidi yopiladi. Endi mashina probegini sizga ko'rsataman. Mana shu sotsiyanadagi mashina probegi o'rtoqlar, kraska toza. Tayyormisiz? 102.247 kilometr yurgan mashina texnik holati o'ta ideal. Adashmasam GPS navigatorlargacha bor. Ya'ni qadamingizni poylash mumkin. Shu yeriga ham alohida like bosib qo'yasiz. Shuning uchun buni maqtashda tilim burroq bo'ladi. Mana sifat. Sotib olgan odamlarga mana o'zida kelgan bardachogidagi mavjud narsalar, Wi-Fi routerlar, monitor, держателlar, zaradnik, yana manaqa освежитель shunaqa narsalargacha mana ichida shundoq berib yuboriladi. Hech narsaga tegilmaydi. Registrator ikkita orqa oldida tomidagi narsalar bilan, aksesuarlar bilan berib yuboriladi. Ikki boshli bokovoy slipoy zonani ko'rsatadigan 22 larda o'zi bo'lmaydi. Zavodskoy bittalik bo'ladi. Demak, buni Kars keyin o'rnatgan mana bu narsani. Xo'p, meni taxminim bo'yicha bu mashina Seul shahrida o'ta injiq, yuragi tor Kars haydagan. Chunki 102.000 probegda deyarli 10.000-15.000 yurgan bongolarni bilan bemalol raqobatlasha oladigan darajada saqlangan. Juda yuragi tor Kars haydagani shundoq bilinib turibdi. Nima deysiz? Obunachilarim o'sha savodxonlikka ochib mutaxassis bo'lmagan. Fikringizni kommentarida qoldiring. Narxi 24.900. Asli bo'ladigani. Mayli, sunnatga tepasa 1-2 so'm o'tamiz. Ko'p emas. Shu raqam, shu summa atrofida ruhiy tayyor bo'lganlar 91-350-0400 telefon raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Faqat naqdga sotiladi, variant kredit yo'q. Laboylari, oldi laboy, yo'llargacha to'liq tonirovkada, mashina rasmoshka bo'lmagan, birato'la nomingizga chiqadi. Xudo xolasa mashina ko'pchiligiga yoqishi aniq. Nasibsa obunachilarimdan biriga tez kunda ko'zda yosh bilan tonirovkani ko'chirib, baraka videosini joylaymiz. Albatta, bilaman shu mashina muxlisiz, like bilan qo'llab-quvvatlang va obuna bo'lib qo'ying.